Diqqat! Bu videoni onalar hamda homilador ayollar ko'rishi tavsiya etilmaydi. Afsuski, 6-sinf qiz, ya'ni 13 yoshli qizni 53 yoshli erkak vahshiylarcha zo'rladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumanida 6-sinf o'quvchisini zo'rlaganlikda 53 yoshli o'qituvchi gumonlanmoqda. Bu haqida Bolalar ombudsmani xabar berdi. 28-mart kuni Yangiqo'rg'on tumanida yashovchi fuqaro ismi qisqartirilgan H.D. tuman ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilib, voyaga yetmagan 2013-yilda tug'ilgan qizi ismi qisqartirilgan O.O. tumandagi umumta'lim maktabi 6-sinfda o'qishi, mazkur maktabning 1973-yilda tug'ilgan erkak o'qituvchisi ismi qisqartirilgan T.Sh. uning farzandiga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etganini bildirgan. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 119-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini, gumon qilinuvchi shaxs protsessual tartibda ushlanib, unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilganini ma'lum qilgandi. Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Bolalar ombudsmani o'z vakolati doirasida bolaga qarshi sodir etilgan jinoyat ishi yurituvi hamda jabrlanuvchi bolaning protsessual huquqlari ta'minlanishi yuzasidan o'z kuzatuvini davom ettirishini bildirdi. 3-mart kuni Prezident ayollar va bolalarga nisbatan zo'ravonlik va ta'ziyat holatlariga chek qo'yish nazarda tutilgan farmonni imzolagandi. Unda qonunchilikka o'zgartirish kiritish orqali 2026-yil 1-noyabrdan boshlab Jinoyat kodeksining 118 va 119-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan sodir etganlik uchun sudlangan shaxslarni manzil koloniyalarga o'tkazilmaydigan mahkumlar toifasiga kiritish belgilangandi. Voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlar hamda ular bilan jinsiy aloqa qilish va uyatsiz buzuq harakatlarni sodir etish bilan bog'liq jinoyatlar uchun muqaddam sudlangan shaxslar 14 yoshga to'lmagan shaxsning nomusiga tegish, 14 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish jinoyatlarini sodir etganda ularga tegishlicha umrbod ozodlikdan mahrum qilish yoki uzoq muddatli ozodlikdan mahrum qilish jazosini belgilash taklifiga rozilik bildirgan. Bosh prokuratura, Oliy sud, Ijtimoiy himoya milliy agentligi va Adliya vazirligi bilan birgalikda 3 oy muddatda buni nazarda tutuvchi qonun loyihasini kiritish topshirildi deyilgan xabarda.